Bugungi video 100 kun hardcore bo'ladi. Bu videoni men tanlamadim, o'zlaringizdan ko'rishinglar mumkin tanlagansizlar va videoni boshlaymiz. Mana men spam bo'ldim. Ko'rishinglar mumkin, mana bu yerda bug bo'lib qolganmi, nimadir bo'ldi. Yo'qotib qo'yibdi. Короче, biz hardcore'ga kirdik-da. Daraxt chopishdan boshlaymiz mana shuni. Keyin o'zimga kerakli bo'ladigan narsalarni yasashni boshladim. Keyin esa ko'proq daraxt yig'a boshladim. Keyin esa kech tushdi. Şeyler bilan kech tushdimi bilmayman, g'alati bo'lgan. Menga qo'yga kerak edi ko'proq, shu uchun qo'y qidira boshladim. Kravat yashadimda zombilar meni qiynashni boshladi. Sirazi yugurib zombilardan uzoqlashib uxladim. Birinchi kunim. Ertalab bo'lishi bilan zombilar meni urishni boshladi. Mana bu yerda yiqilib ketishim mumkin edi. Zombilardan qochdim. Bunday aylanib kelib, shundagina bir urishmoqchi bo'ldim. Keyin toporim singanini bilib, yaqinroq filmda bittasi o'lgan, bittasi o'lmaganligini ko'rib, shunday qavat sindirib surdim bu yerda. Keyin esa yo'ldan tarvuz topib oldim. Ko'rishinglar mumkin menda qancha tarvuz bo'ldi. Keyin esa qishloq qidirishga ketdim. Yo'lda ketayotib temir topdim. Oldiga tosh ham bor ekan. Barcha toshlarni yig'ib o'zimga toshlik narsalar yasamoqchi bo'ldim. Va nihoyat suvda suzib yurgan paytim qishloqni topib oldim. Olg'a qishloqqa. Keyin men qishloqni ko'rib chiqdim. Keyin o'zimga vaqtinchalik uy qurmoqchi bo'lib daraxt chopishga ketdim. Inventarimga qarasam menga yetarlicha daraxt bor ekan. Daraxt kerak bo'lsa chopaman dedim-da, buni yaxshi joy topib uy qurmoqchi bo'lib o'tlarni tozaladim. Qishloq zo'r joyda joylashgan ekan. Hamma joy tekis, baland-past joylari yo'q. Keyin esa samolarni olishni boshladim. Bu yerda men golimga yordam bermoqchi bo'lib, hali o'lib ketishimga sal qoldi. Golem o'zi epladi hammasi. Keyin esa uyni qurilishini boshladim. Keyin esa darrov kech tushdi va uxlayman desam darrov kech tushmagan ekan. Şeydir chatan aytib ekanman deyman-da. Keyin esa menga tosh kerakligini bilib pastga tushdim. Bu yerdan ko'mir topdim. Ko'mirdan keyin lapis lazuli o'sha narsa chiqdi. Qanday yo'lda paydo bo'lishi mumkindir? Yarim stakdan ko'p tosh yig'dim va uyni qurilishini boshladim. Uyimga borishim bilan kech tushdi va
Uxlayman desam uxlab yotmayapti. Ertasi kuni esa uyimni oldida bir ikkita jinchilar qilib yotganiga bilmayman nimadan gaplashibdilar. Keyin esa bularni men haydayverdim. Boshqa qilishga ishing yo'qmi sanlar? Yo'qol ket yerdan. Ahmoqlar, tuyda bilib gaplashasanlar beri. Keyin esa u jinchilar yana tuyda bilishdi. Keyin esa ularni ham haydayverdim. Ansallarga nima deyording? Boshqa qilishga ishing yo'qmi sanlar, ha? Yo'qol bermayman. Keyin esa uyimni qurilishini davom ettirdim. Keyin esa daraxt chopdim. Keyin kech tushdi, yotay desam men uyimga tasir va uxladim. Keyin esa men tosh qazishga bordim va keyin o'sha qozgan konchamdan ana u jo'dgarmi nima edi, u sehrgarmi. O'sha menga damlam o'tdi, ular o'ldirishga sal qoldi. Ular ham qochdim. Qulab kelmadi ular ham. Bittagina jonim qolgan, ular ham o'lmayapman. Bu ham bir omad. Esa uning zaharini ta'siri tugagach jonimni to'ldirib boshqa yerdan pastga qarab qozishni boshladim. Keyin esa pastga qarab qozib ketayotgandim, oldimdan kon chiqdi. Uni konga tushmadim chunki zombilarning ovozi eshitilayotgandi. Lekin konga temir ko'rgandan keyin tushdim. Va yonlari taraflarimni o'rab olib, temirni asta oldim. Keyin esa menga fakirlar tugadi va qaytib tepaga chiqdim. Tepaga chiqsam orqamdan creeper qulab keldi. O'zimni blok bilan o'rab hayotimni asrab qoldim. Mana bu jetlarni uyimga kirgancha yotgangan. Ham o'lmadi, bilmayman qanday qilib. Bu joylar videoga olinmabdi, lekin o'lmadim. Keyin qarasam bu tushum gapga tushmaydigan jetlar yana beri nima qilayotgan. Masalan, gapga tushmaysanlar sanlar. Sanlar nima dedim? Yo'qol berdan gaplashmadim. Boshqa qilishga ishing yo'qmi sanlarni? Esa almas qidirish uchun pastga tushdim. Minus nechinchidir darajada almas chiqadi dedilar, degan edi bitta videoda, lekin pastga tushayotgan paytim ikkita almas topib oldim. Tak. Keyin esa yana shunday qozib o'tirgan paytim shunday yana almas chiqdi. Bunday omad bu. Keyin esa men minus 52-blokka tushdim. Videoda shunday deganimi, esimdan chiqqanda shu. O'sha bilish kerak shu minus 52-blok. Keyin men videoga ko'rsatilganday almas qidira boshladim. Ya'ni yana bunday bitta blokka tushib, yotib olib qidirishni boshladim. Shundayga tez chiqaygan. Keyin men ancha joyni hech bola topaman ko'chaga chiqqan edim. Endi videoni o'chirib qo'yganimdami? Qanday o'lganimni sizlarga aytib beraman. Shu o'sha kondan chiqayotgan paytim bu sizlarga qiziq emas deb videoni o'chirgandim. Videoni yo'qotgan paytim creeper keldi va telefon qotib qolib shu o'lib qoldim-da.
Siz shuncha o'ynaganim. Hammalardan uzr so'rayman bo'ldi. Videoni shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat. Like bosinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Siz konga shuncha vaqt qidirgan vaqtlarim qarib 1 soatdan ko'p konning ichidan olmoqchi bo'lmayman deb qidirdim. Videoni shu joygacha ko'rganlar mana bu stikerni qoldirib ketishsin, men shularga nima qilaman.